Bugun men juda muhim savolga aniq javob beraman. Qo'shimcha to'lovni kim aniq oladi va asosiy toifa kimlardan iborat? Bu masala faqat pensionerlar yoki nafaqa oluvchilarga tegishli deb o'ylamang. Aslida bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki bugun sizga kerak bo'lmasa, ertaga ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga, farzandingizga yoki yaqin qarindoshingizga kerak bo'lishi mumkin. Eng yomoni ko'pchilik odamlar o'ziga tegishli bo'lgan pulni so'ramagani. Hujjat topshirmagani yoki noto'g'ri tushungani uchun olmay yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men kimlar albatta tekshirish kerakligini, kimlar xavotir olmasa ham bo'lishini, qaysi holatda qo'shimcha to'lov chiqishini va qaysi holatda rad etilishini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi huquqiy va ijtimoiy ma'lumotlarni men sizga sodda qilib yetkazib boraman. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik odamlar pensiya yoki nafaqa tayinlangandan keyin shu miqdor bilan cheklanib qolardi. Ya'ni odamga, masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa tayinlanadi. Keyin fuqaro o'sha summani oladi va davlat shuni belgilagan ekan deb yuraveradi. Ko'pchilik agar qo'shimcha pul bo'lsa, o'zlari avtomatik qo'shib beradi deb o'ylaydi. Ba'zi holatlarda haqiqatan ham ma'lumotlar tizim orqali tekshiriladi. Lekin amaliyotda hamma narsa ham avtomatik va xatosiz ishlamaydi. Hozir esa asosiy e'tibor odamning real toifasiga, daromadiga, pensiya yoki nafaqa turiga, oilaviy holatiga, nogironlik darajasiga, qaramog'ida kimlar borligiga va belgilangan minimal me'yorlarga qaratilmoqda. Demak, gap shunchaki hamma oladi yoki hech kim olmaydi degan oddiy gap emas. Qo'shimcha to'lov odatda ma'lum shartlar bajarilganda, belgilangan toifaga kirganda va hujjatlar to'g'ri bo'lganda beriladi. Eng katta xato shuki, odamlar men pensionerman, demak menga ham qo'shimcha to'lov bor deb o'ylaydi. Yoki aksincha, mening pensiyam kam, lekin baribir bermaydi deb umuman murojaat qilmaydi. Ikkalasi ham noto'g'ri yondashuv. Har bir holatda asosiy mezonlar alohida tekshiriladi. Men sizga eng muhim joyini aniq aytaman. Qo'shimcha to'lovni olish ehtimoli eng yuqori bo'lgan asosiy toifa bu daromadi yoki tayinlangan pensiya nafaqasi belgilangan eng kam ijtimoiy me'yorlardan past bo'lgan fuqarolardir. Bular odatda kam pensiya oladigan keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar, ayrim hollarda esa qaramog'ida voyaga yetmagan farzandi yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lgan fuqarolardir. Endi men buni oddiy misollarda tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir onaxonning ish staji kam bo'lgan, umrining bir qismida uy bekasi bo'lgan, rasman ishda kam ishlagan. Natijada 10 yoshga doir pensiya tayinlangan, lekin miqdori juda past. Agar uning oladigan pensiyasi amaldagi minimal kafolatlangan miqdordan past bo'lsa, u holda tizimda yoki murojaat orqali qo'shimcha to'lov masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda asosiy savol: u haqiqatan ham belgilangan toifaga kiradimi? Boshqa daromadi bormi? Hujjatlari to'g'rimi? Ikkinchi misol: bir kishi ikki guruh nogironligi bo'yicha nafaqa yoki pensiya oladi. U ishlamaydi, daromadi yo'q, doimiy davolanishga muhtoj. Agar uning asosiy nafaqasi past bo'lsa va qonunchilikda shu toifa uchun qo'shimcha kafolat belgilangan bo'lsa, u albatta o'z holatini tekshirtirishi kerak. Bu yerda men nogironman, demak avtomatik olaman deb emas, balki mening guruhim, nafaqa turim, daromadim va hujjatim bo'yicha qo'shimcha to'lov bor yo'qligini aniqlayman deb yondashish kerak. Uchinchi misol: bo'g'uvchisini yo'qotgan oilani olaylik. Otasi vafot etgan, onasi 2 nafar farzandni tarbiyalayapti. Farzandlar bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olishi mumkin. Lekin oilaning umumiy holati, bolalarning yoshi, ta'lim olayotgani, boshqa daromad manbalari ham ahamiyatli bo'ladi. Agar belgilangan mezonlar bo'yicha to'lov past chiqayotgan bo'lsa, qo'shimcha to'lov yoki boshqa ijtimoiy yordam turlari masalasi ko'tarilishi mumkin. Ko'p oilalar aynan shu yerda adashadi. Ular faqat bitta to'lovni biladi. Lekin unga qo'shimcha ravishda boshqa yordam chorasi ham borligini bilmaydi. To'rtinchi misol: yosh katta ota-onangiz bor, otangiz pensiya oladi. Onangiz esa hech qachon rasmiy ishlamagan yoki juda kam ishlagan. Oilada har ikkisi ham keksa, lekin daromad faqat bitta pensiyadan iborat. Bunday holatda ham albatta pensiya jamg'armasi mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari orqali qanday yordamlar borligini tekshirtirish kerak. Chunki qo'shimcha to'lov faqat bitta odamning nomiga emas, ayrim hollarda oilaviy ehtiyojmandlik yoki ijtimoiy holat asosida ham ko'rib chiqiladi. Men birinchi navbatda quyidagi odamlarga o'z holatini tekshirtirishni tavsiya qilaman.
Birinchisi, pensiyasi juda kam bo'lgan keksalar. Ayniqsa ish staji to'liq bo'lmagan, avval rasmiy ishlamagan, hujjatlari arxidan to'liq chiqmagan insonlar. Chunki ayrim hollarda pensiya noto'g'ri yoki to'liq hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Qo'shimcha to'lovdan tashqari pensiyani qayta hisoblatish imkoniyati ham bo'ladi. Ikkinchisi, nogironligi bo'lgan shaxslar. Bu yerda ikki guruh. Bolalikdan nogironligi bor shaxslar. Nogironligi bo'lgan bolalar ota-onalari alohida e'tibor berish kerak. Chunki ularda nafaqa, parvarish puli, kompensatsiya, dori-darmon yoki reabilitatsiya bilan bog'liq qo'shimcha yordamlar bo'lishi mumkin. Odam faqat men o'yga shuncha olaman deb yurmasligi kerak. U mening toifamga yana qanday to'lovlar tegishli deb so'rashi kerak. Uchinchisi, o'quvchisini yo'qotgan oilalar. Ayniqsa farzandlar voyaga yetmagan bo'lsa, kollej, texnikum yoki oliy ta'limda kunduzgi o'qishda o'qiyotgan bo'lsa, bu ma'lumotlar to'g'ri kiritilganmi? O'qish haqidagi ma'lumot topshirilganmi? Pensiya to'xtab qolmaganmi? Qo'shimcha yordamlar bor yo'qligi albatta tekshirilishi kerak. To'rtinchisi, yolg'iz yashovchi keksalar. Farzandlari bo'lmagan, qarovchisi yo'q, kasalligi bor. Uy sharoiti og'ir insonlar ko'pincha o'z haqini talab qila olmaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Aynan eng muhtoj odamlar eng kam murojaat qiladi. Chunki ular hujjatni bilmaydi. Telefon orqali so'rashga uyaladi. Mahallaga borishga qiynaladi. Bunday holatda qo'shnilar, qarindoshlar, farzandlar yordam berishi kerak. Endi boshqa tomonini ham aytaman. Agar sizning pensiyangiz yoki daromadingiz belgilangan minimal darajadan ancha yuqori bo'lsa, qo'shimcha to'lov chiqmasligi tabiiy. Masalan, odam yaxshi ish staji bilan katta pensiya oladi. Qo'shimcha ravishda rasmiy ishlaydi. Ijara daromadi bor yoki oilaning umumiy daromadi yuqori. Bunday holatda ijtimoiy qo'shimcha to'lov uchun asos bo'lmasligi mumkin. Yana bir holat, odam bir nechta to'lovni bir vaqtda olishni xohlaydi. Lekin qonunchilik bo'yicha ulardan faqat bittasi tanlanadi. Masalan, ayrim pensiya va nafaqalar bir-birini takrorlasa, fuqaro foydaliroq bo'lgani tanlashi mumkin. Lekin ikkalasini ham to'liq olishga ruxsat bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shnim olyapti, men ham olishim kerak degan yondashuv to'g'ri emas. Qo'shningizning oilaviy holati, nogironlik guruhi, staji, daromadi, bolalari, hujjatlari siznikidan mutlaqo farq qilishi mumkin. Keling, shartli raqamlar bilan tushuntiraman. Tasavvur qilaylik, amaldagi tartib bo'yicha ma'lum bir toifa uchun minimal kafolatlangan miqdor 800 ming so'm deb olaylik. Fuqaroning tayinlangan pensiyasi esa 670 ming so'm. Agar boshqa cheklovlar bo'lmasa va u aynan shu kafolat tegishli bo'lgan toifaga kirsa, farq qismi, ya'ni 150 ming so'm qo'shimcha to'lov sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Bu raqamlar faqat tushuntirish uchun. Chunki amaldagi miqdorlar va qoidalar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Yana bir misol. Bir buva 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U hamma qo'shimcha olayapti ekan deb murojaat qiladi. Lekin uning pensiyasi belgilangan mezondan yuqori bo'lsa, unga qo'shimcha to'lov chiqmasligi mumkin. Bu rad etish adolatsizlik emas, balki to'lovning maqsadi boshqa ekanini bildiradi. Qo'shimcha to'lov eng muhtoj va belgilangan darajadan past qolayotgan toifani qo'llab-quvvatlash uchun beriladi. Uchinchi misol. Ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha 2 farzandi uchun jami 900 ming so'm olayapti. Katta farzandi 15 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi o'qishda o'qiyapti. Agar o'qish haqidagi ma'lumot vaqtida topshirilmasa, to'lov kamayishi yoki to'xtashi mumkin. O'ylaysa, nega pul kamaydi deb hayron bo'ladi. Aslida sabab juda oddiy. Tizimda farzandning o'qiyotgani tasdiqlanmagan. Demak, ba'zi qo'shimcha to'lovlar faqat hujjat yangilanganda davom etadi. 4-misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro pensiya oladi, lekin nogironlik muddati tugagan. U tibbiy ko'rikdan qayta o'tmagan. Natijada asosiy to'lov ham, unga bog'liq qo'shimcha to'lov ham to'xtashi mumkin. Keyin odam davlat pulimni kesib qo'ydi deydi. Aslida muammo hujjat muddatida. Shuning uchun nogironlik guvohnomasi, TMI xulosasi, tibbiy hujjatlar va ularning amal qilish muddati doim nazoratda bo'lishi kerak. Eng muhim nozik jihatlardan biri shuki, qo'shimcha to'lov doim ham avtomatik tayinlanmaydi. Ba'zi ma'lumotlar elektron bazalarda bor. Lekin ba'zi ma'lumotlarni fuqaroning o'zi tasdiqlashi kerak bo'ladi. Masalan, o'qish haqidagi ma'lumot, qaramog'idagi shaxslar, nogironlik muddati, yashash manzili, bank kartasi rekvizitlari yoki oilaviy holat o'zgargani haqidagi hujjatlar vaqtida yangilanmasa, to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, rasmiy daromadlar hisobga olinadi. Agar odam rasmiy ishlayotgan bo'lsa, tadbirkorlik faoliyati bo'lsa, ijara daromadi
deklaratsiya qilingan bo'lsa yoki boshqa doimiy tushumlar bo'lsa, bu ijtimoiy to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim fuqarolar mening qo'limga kam pul tegadi deydi. Lekin tizim rasmiy daromadni ko'radi. Shuning uchun daromad masalasida oldindan to'g'ri ma'lumot olish kerak. Uchinchi nozik jihat yashash manzili. Ba'zan fuqaro bir tumanda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Hujjatlar bir joyda, murojaat boshqa joyda, bank kartasi esa 3-joyda ochilgan. Bunday tartibsizlik to'lovni sekinlashtiradi. Ayniqsa keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar nomidan farzandlari ish yuritayotgan bo'lsa, ishonchnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjat va ariza to'g'ri rasmiylashtirilishi kerak. 4-nozik jihat. Ortiqcha to'langan pullar qaytarilishi mumkin. Agar fuqaro noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa yoki to'lov olishga asos bo'lmagan holatni yashirgan bo'lsa, keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun hozir olib turay, keyin ko'ramiz degan fikr xavfli. Men doim aytaman, ijtimoiy to'lovlarda halollik va hujjatning to'g'riligi eng katta himoya. 5-nozik jihat. Qo'shimcha to'lov bir xil nom bilan turli hududlarda odamlar orasida boshqacha atalishi mumkin. Kimdir ustama deydi, kimdir kompensatsiya deydi, kimdir qo'shimcha pensiya deydi. Lekin yuridik jihatdan ular boshqa to'lov bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilganda menga ham qo'shimcha pul bering deb umumiy aytishdan ko'ra, mening pensiya yoki nafaqam bo'yicha minimal miqdorgacha yetkazish ustama. Kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy yordam turlari mavjudligini tekshirib bering deb aniq so'rash kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, hozir olayotgan pensiya yoki nafaqangiz miqdorini aniq biling. Bank kartasiga tushgan summani taxminan emas, aniq yozib oling. Oxirgi 3 yoki 6 oyda qancha tushganini tekshiring. Agar summa o'zgarib turgan bo'lsa, sababini aniqlang. Indeksatsiya bo'lganmi? Qarzdorlik ushlanganmi? Hujjat muddati tugaganmi yoki biror to'lov to'xtaganmi? Ikkinchi qadam, o'z toifangizni aniqlang. Siz yoshga doir pensionermisiz, nogironlik pensiyasi olasizmi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Parvarish puli bormi? Bolalar nafaqasi bormi? Har birining tartibi alohida. Agar siz to'lov nomini bilmasangiz, bankdan kelgan SMS yetarli emas. Pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki tegishli ijtimoiy himoya organidan yozma yoki og'zaki ma'lumot oling. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, o'sha hujjat, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchining vafoti haqidagi guvohnoma, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank kartasi rekvizitlari. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot, zarur bo'lsa ishonchnoma. Har bir holatda ro'yxat farq qilishi mumkin, lekin bu asosiy hujjatlar ko'p vaziyatda so'raladi. 4-qadam, murojaatni to'g'ri joyga qiling. Pensiya bilan bog'liq masalalarda odatda tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilinadi. Ijtimoiy yordam, ehtiyojmandlik, mahalla orqali beriladigan yordamlar bo'yicha mahalla yettiligi. Ijtimoiy xodim yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga boriladi. Davlat xizmatlari markaziy yoki elektron portal orqali ham ayrim xizmatlarni tekshirish mumkin. Muhimi, bir joydan yo'q degan javob eshitsangiz, masalaning qaysi asos bilan rad etilganini so'rang. 5-qadam, arizada umumiy gap yozmang. Masalan, menga pul kerak deb yozish o'rniga, mening amaldagi pensiya yoki nafaqa miqdorim bo'yicha qo'shimcha to'lov, ustama, kompensatsiya yoki minimal kafolatlangan miqdorgacha yetkazish imkoniyatini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish maqsadga muvofiq. Agar siz aniq toifangizni bilsangiz, uni ham yozing. U guruh nogironligi bo'yicha, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha, yoshga doir pensiya bo'yicha kabi. 6-qadam, javobni og'zaki emas, imkon qadar yozma oling. Chunki og'zaki javobda xodim sizga chiqmaydi deyishi mumkin. Lekin nima sababdan chiqmasligini tushuntirmasligi mumkin. Yozma javobda esa asos ko'rsatiladi. Daromad yo'ri, hujjat yetishmaydi, toifa mos emas, muddat tugagan yoki boshqa sabab. Ana shunda siz xatoni tuzatishingiz yoki yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. 7-qadam, agar rad etilsa, darrov taslim bo'lmang. Rad javobini o'qing. Balki bitta ma'lumotnoma yetishmagandir. Balki farzandingizning o'qish joyidan ma'lumot kiritilmagandir. Balki nogironlik muddati yangilanmagandir. Balki ish staji bo'yicha arxiv hujjati topilmagandir. Ba'zi rad javoblari to'liq rad degani emas, balki hujjatni to'ldirib keling degani bo'ladi. 8-qadam, yaqinlaringizni ham tekshiring. Ayniqsa ota-onangiz, buvalaringiz
nogironligi bo'lgan qarindoshlaringiz, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ko'p keksa odamlar kartaga pul tushsa bo'ldi. Nima uchun tushgani, qancha bo'lish kerakligi, kamayganmi, ko'payganmi bilmaydi. Farzand sifatida oyiga bir marta ularning to'lovlarini tekshirib turish juda katta yordam. Demak, qo'shimcha to'lovni aniq oladigan asosiy toifa bu belgilangan mezonlarga ko'ra daromadi yoki pensiya nafaqasi past bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolardir. Kam pensiya oladigan keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz keksalar va ayrim ehtiyojmand oilalar. Lekin har bir holatda toifa daromad, hujjat va amaldagi tartib alohida tekshiriladi. Men sizga eng muhim tavsiyani beraman. Menga chiqmaydi deb o'zingizcha xulosa qilmang va hamma oladi deb ham ishonmang. Hujjatingizni tekshirtiring, yozma javob oling, yetishmayotgan hujjatni to'ldiring va o'z huquqingizni talab qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz qo'shimcha to'lov olgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi toifa bo'yicha qanday hujjat so'raldi, qancha vaqtda hal bo'ldi. Bu boshqa tomoshabinlarga juda katta yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki ba'zan odam o'ziga tegishli pulni faqat ma'lumot yetishmagani uchun olmay yuradi.